Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Podshoh bilan qiziqchi degan cho'chakni aytib beray. Cho'chak Podshoh bilan qiziqchi. Burun-burunkan, to'g'u turnikan, qirg'ovul jadikan, quyruqi yardikan. Mana shundoq kunlarning birida Podshoh taxtida yetib bir tush ko'ribdi va cho'chib uyg'onib ko'zini ichish bilan tushini unutibdi. İçi puşup, ko'ngliga g'am to'libdi. Birer hafta shundoq o'tiribdi. Shohdan qo'rqib, hech kim gapni qilolmabdi. Oxir alimiga chidamagan shoh bosh vazirni qishqiribdi. Meni qiziq gap bilan kuldirdigan odam tepib kel. Agar u meni kuldira olsa, 100 tilla beraman. Kuldira olmasa, 100 dara urib zindonga solaman, deb buyruq qildi. Vazir shohning bu iltifotidan suyunib, shahar kesib bir qancha qiziqchini akabdi. Lekin ularning so'z cho'chaklari shohning g'imini yengiltamabdi. Podshoh ularni 100 dara urg'izib, zindonga sapdi. Bosh vazir qo'rqqandan yana ko'chaga chiqib, shahar orlab yursa, bir gapchi xalqni yig'ib, ha deb kuldirayotgudek. Qishig'i berib birdam turibdikan, uning so'zlari vazirga qiziq tuyulibdi. Vazir u so'zman kishini o'rniga taklif qilibdi. So'zman kishimi ma'qul bo'ldi. Yo'lda ketib berib vazirning ko'ngliga bu odam bir gapdan ko'rindi, beribli podshohni kuldirsa 100 tilla inom beradi. 100 tillaning hammasini mushu ilib ketarmi? Mening ovor bo'lgunim bekor ketarmi degan xiyolga keldi-da, oxir uni podshohning beradigan inomini tang elishga ko'ndirmoqchi bo'ldi va shu xarasda Birodar, seni o'rniga boshlashdan maqsad shohimiz abdidan beri qattiq qayg'uda. U kim meni kuldira olsa, uning ajriga loyiq inom beraman deb va'da qilgandi. Qarasam, sening shohni kuldirib ko'nglini ochidigan abding bor. Agar shohni kuldirib inomga sazovor bo'lguningda piqirga nima berasan? debdi. Shu xayrixohligingiz uchun shohning menga bergan inomining 3dan birini sizga beray, debdi qiziqchi. Yo'q, bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, o'rniga o'zing bor, deb bash qildi vazir. Qiziqchi ko'p talashmaylar. Xayr, mayli. Mendan ketsa sizga ketadigan. Shoh nima inom qilsa, yerimi sizning bo'lsin-a, debdi. Vazir bu so'zdan qanoat hosil qilib, qiziqchini o'rniga boshlab kirib, podshohga to'g'rilabdi. Podshoh: "Qani, qiziq gapingni boshla", deb qiziqchiga qarabdi. Qiziqchi qo'liga anglagan, o'zi biladigan ham qiziq so'z cho'chak va latifalarni aytib berib to'xtabdi. Podshohning kulish o'rniga g'azabi eshibdi. Qiziqchiga qarab, "Gaping tugdimi?" debdi. "Tugdi, shohim, tugdi", deb bo'ynini qisib turibdi qiziqchi. Podshoh yenidagi yosovullarga qarab, "Qani, buning ajrini beringlar", debdi. Yasovullar qiziqchini besib, dara bilan urushga boshlabdi. Dara 50 yetganda qiziqchining yodiga vazir bilan qilishgan sharti tushibdi. U beshini ko'tarib, "Shohim, bir yig'i so'z yodimga tushib qoldi. Hali ham bo'lsa, ruxsat qilsangiz deb baqsam", debdi. "O'rnidan turg'izinglar", deb buyuribdi shoh. Yasovullar qiziqchini qo'ltiqidan yo'lab turg'izibdi. "Qala gapingni", "Shohim", debdi qiziqchi. "Menga sizlar har qanday narsa inom qilsalar, uning yerimini janobiy vazirga bermoqchi bo'lgandim. Hozir men inom o'rniga 100 dara jazo oldim. Buningdan vazir quruq qolmasa, qolgan 50 dara vazirga berilsa." Shoh bu gapni anglab, ikki yo'tsiga urib kulib ketibdi va qolgan darini vazirga buyurib, qiziqchiga 100 tilla beribdi. Omoqlarim, bu cho'chak bak qiziqgana. Vazir niyatining yomonligidan qiziqchi bilan tang tayoq yegib tosli qoldi. Shuning uchun biz bu cho'chakdan ibrat ilib, vazirdagi ichi tor bo'lmay, kang qursoq bo'laylikmi? Kech bo'lib ketibdi, bugun boldir uxlanglar. Atumush vaqtda Dilala Nidar salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin. Zaman shunda
balam,